Sog'liqda ham mazasi yo'q. Bugun bilet olib, ertaga uyga ketib boraman. Dadasi yaxshimisiz? O'zlaring yaxshimisizlar? Kecha dugonalarim keluvdi. Ering Amerikada ishlab turib, oddiy fen ishlatasanmi deyishdi. Bitta Dyson bering. Bugun olib jo'natib boraman. Rahmat dadajonisi. Mana opangizam siz bilan gaplashmoqchilar. Yaxshimisan? Ukajon, shu desang, pochchangni ishi ozgina yurishmay turgandi. Ozgina puldan yordam qilib tursang, jiyanlaringga issiq kiyim olib bermoqchi edim. Qalin kiyimlardan olib, ulardan ham jiyanlarga jo'natib boraman. Dada, menga qo'g'irchoq. Dada, menga PlayStation. Bolam, Grijam rosa bezovta qilyapti. Iloji bo'lsa bitta massaj apparati jo'natib bor. Hamma aytgan narsalaringizni bugunoq olib jo'natib boraman. Rahmat, xayr. Bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai. Shularni srochni jo'natib bering. Xotin aytgan hamma narsalarni jo'natib yubordim. Rahmat. O'zingiz qachon kelasiz? Ha, menmi? Ha, men borib nima qilaman? Bu yoqda mazza qilib yuribman. Nima? Yuguring bo'lmasa o'sha yerlarda. Siz bizlarni yaxshi ko'rmaysiz. Sizlarni qattiq yaxshi ko'rganimdan uyga qayta olmayapman-da xotin.